Hürmetli vatandaşım, leksiyemizle başlayımız. Amerika mütehassiri Prezident Trump hemden avval Cungo bilen kriz işide uçuruşudu. Yaki Amerika mütehassisleri Prezident Trump Cungo bilen kriz işide uçuruşudu dep ansireydi. Mavzuluk makale 2. ayının 4. günü Amerika avazdan Xitay tel programısı da ilan kılın. 2. ayının 4. günü birla bu makale emas. Hürmetlik vatandaşım dikkat kılın ki 2. ayının 4. günü Amerika avazının Xitay tili programısı tüvendikilik makaleler ilan kılındı. Bir günün içinde. Prezident Trump'ın stratejisi Cenubi Deniz'de Amerika ile Cungo'nun uruş kılış mümkünlüğünü aldım mülçerlidi. 2. ayının 4. günü Amerika avazının Xitay tili programısı. Amerika'da közütüş. Cungo'nun raketa tehdidi köpeydi. Prezident Trump raketadan müdafaa görüşünü tekşürüşünü talep kıldı. 2. ayının 4. günü Amerika avazı Xitay tili programısı. Amerika mütehassisleri Prezident Trump Cungo ile kriz işide uçuruşudu. Dep ansireydi. Mavzuluk makale 2. ayının 4. günü Amerika avazı Xitay tili programısı. Bugün biz mana şu makalenin birisi bilen vatandaşlarını tanıştırırız. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump vazifaga o'ltirgan 2 hafta bo'ldi. Nihoyat tezlik bilan bir necha turlik islohot tadbirlarini o'ttirib olib chiqdi. Nihoyat tezlik bilan bir necha turlik islohot tadbirlarini o'ttirib olib chiqdi. Meksika va Iran qatorliq davlatlarga jazolash, embargo siyosati qo'llan. İran'ın ayrım adam ve şirketlerine cezalaş, embargo siyaseti kullan. Gerçi Prezident Trump tehe emeli hareket kullanmagan bolsa mı? Lekin Amerika'da Cungo meselesi mütehassisleri Prezident Trump hükümeti tayyarlığı bolmagan bir meydan kriz işide Cungo taraf bilen alakada boludu dep ansiraş. Prezident Trump'ның TPP'den çekinip çıqqanlığının Cungo'ga keltirgen paydası. Lekin Wilson Xalqaro Olimlar Merkezi Kissinger Amerika Cungo tadqiqot organining boshlig'i Robert Daly mundaq hisobladi. Prezident Trump'ның TPP'den çekinip çıkışı Beijing'e yaman haber elip geldi. Dikkate. Nurgun torbet yazıcıları nemedi TTP'den çekinip çıkıp Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump Cungo'ga fırsat yaratib dedi. Bu yerda nima deydi Robert Daly efendi? Amerika Prezidenti Trump'ning Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Trump'ning TTP'den çekinip chiqqanligi Cungo'ga yomon xabar elib keldi dedi. O mundaq ko'rsat. Davlatning ichki qismida intayin qiyin iqtisodiy qiyinchilikdan o'tib elish uchun Şundaqla Cungo bir xil siyasi ötkelden ötüp eliş üçün. Cungo paraz qilishqa bo'ladigan bir muqim muhitqa ehtiyoj yo'q. Demak, ikki qiyinchilikni o'tib olish uchun Cungo muqim bir muhitga ehtiyojliq. Balki Amerika bundaq muhit bo'lamdu, bo'lmamdu belgilaydigan eng muhim omildir. Növbəti Cungo bir tinch muhitga ehtiyojliq deydi. Lekin bu tinch muhit Cungo'da bo'lamdi, bo'lmamdi buni belgilaydigan birdan bir omil Amerikadir. Cungo uchun aytganda Amerikaning TPP'den kelishimidan chekinib chiqqanligi Amerikani kun sayin paraz qilg'ili bo'ladigan bir xil alomatning belgisidir. TPP'den chekinib chiqqanligi kechiringlar, Amerika kun sayin o'zgaryapti. Amerika paraz qilg'ili bo'lmaydigan bir xil bishorat. TPP'den chekinib chiqqanligi Amerikani paraz qilg'ili bo'lmaydigan bir xil bishoratdir. Prezident Trump'ның bir Cungo'dan gumonlanganligi Beijingni cho'chitib etdi. Cungo'ga berib, amdili qaytib kelgan Robert Daly efendi navbatda Nelson markazida mundaq ko'rsatdi. Beijingning nazarida Prezident Trump'ni bilgili bo'lmaslik bir necha jihatda ko'riladi ekan. Beijingni cho'chitgan bir ish Prezident Trump'ning Amerika nima uchun bir Cungo siyosatiga chirmilib qoldi degan so'zidir. Ularning, ya'ni Beijingning nazarida Amerikaning mundaq ishonchsizligi Cungo'ning manfaatiga intayin cho'ng
ziyon soladi. Daily mundaq hisobladi. Agar Prezident Trump hukumati bu Amerika-Jungo munosabatining hal yo'l teshiga xiris e'lon qilsa, bir Jungoda iborat yo'l teshiga xiris e'lon qilsa va buni suhbatlashishning dastligi deb qarasa, bu Jungo bilan diplomatik munosabatni uzganlikka barobardir. Amerikaning tushunishi yetarli emas. Daily mundaq ko'rsatdi. Amerika odatda hamon Amerikaga jiddiy tahdid elib keladigan davlatlar, tashkilotlar, masalan, Islom davlati, ba'zi tashkiloti degandek tashkilotlar, hamda mag'lub bo'lgan tashkilotlar va davlatlar, shundaqla Rossiya bilan to'qinishib qilishdan ansiraydi. Odatda Amerika mush ahvollardan ansiraydi. Agar biz uzoqdan o'ylaganimizda Amerikaning yer shari xarakterlik yetakchilik o'rniga va erkinlik bilan belgilangan xalqaro tartibga tahdid soladigan birdan-bir davlat faqat Jungo. U bo'lsa-mu Jungodir. Jungo tahdid soladi. Amerikaning yuqoridagi tartiblarga birdan-bir davlat Jungo. U bo'lsa-mu Jungo tahdid soladi. Prezident Trump hukumatining davlat bexatarligidan xabar berish yig'in oxirlashdan burunki bir necha minut ichida Jungo masalasi muhokama qilindi. Amerika xohlamas Jungoning oldi qo'ygan ba'zi masalalar Jungoda intayin zo'r diqqat qo'zg'adi. Ular butun hukumatning kuchi bilan taqobil turdi. Ya'ni Jungo bu ishlarga butun hukumatning kuchi bilan taqobil turdi. Bundaq ishlar kishini andishiga soladi. Chunki bugungi Jungo 1979-yildagi Jungo emas. Cho'ng savdo davlati va mablag' solg'uchi, balki xalqaroda qoidalarga qiziqishimi Jungoning bakla qo'yiqlashyapti. Shunga Jungo bilan munosabatni qanday taraqqiy qildirish masalasi ish o'tgandan keyingi ish emas. Jungo bilan munosabatni qanday taraqqiy qildirish masalasi bu ish o'tgandan keyingi ish emas deydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump hukumatining eng avval Jungo bilan do'qorishib qolishidan ansiraydi. Tadqiqotchilar va ziyolilar. Gerçi Prezident Trump vazifaga o'ltirgandan keyin Jungoga har qanday harakat qo'llanmagan bo'lsa-mu, lekin Daily apandining ansiraydigani shuki, Prezident Trump balki hammadan burun Jungo bilan to'qnashidir. Daily apandining ansiraydigani shuki, Prezident Trump balki hammadan burun Jungo bilan to'qnashidir. Daily mundaq ko'rsat, mening ansiraydiganim shundaqli umumyuzlik bir ansirash shuki, Prezident Trump hukumati tayyorligi bo'lmay turib yoki yangi balki kishini bak ansirtadigan bir ahvol ostida, bir krizis, balki chavshan harakatga qo'yib berishdan paydo bo'lgan bir ahvol ostida, krizis ahvoli ostida Jungo bilan do'qorishdi. Maryland Universiteti Amerika Jungo markazining sobiq mudiri Daily apandi yana mundaq hisobladi. 1979-yili Amerika Jungo diplomatik munosabat o'rnatgandan boshlab faqat 2 nafar prezidentimiz negizlik qarshilashish, Jungo bilan negizlik qarshilashish nazarini tashildi. Bu munosabatga shundaq muomala qildi. Negizlik qarshilashish nazari bilan Jungo Amerika munosabatiga muomala qildi. Daily shundaq dedi. Jungoni orollarga kirgizmaslik bu urush harakati. Jungoning Janubiy dengiz yashab olgan orollarga kirgizmaslik bu urush harakatidir dedi. Daily'ning qarashicha, davlat ishlar katibi Jungoni yashab olgan orollarga kirgizmaslik to'g'risida so'zlagan so'zlari bu Jungoga urush e'lon qilganlikdir. Jungoning aeroplanlarining shu orollarga qo'nishini cheklaydigan faqat bir yo'l bor, bir usul bor. U bo'lsa-mu urushdir. Daily mundaq dedi. Prezident Trump hukumat kabinetidagi har bir o'rinni to'liqlab bo'lsin. O'zining odamlari yeniga akilib bo'lsin. Ondan Amerikaning tashqi siyosat umumyuzlik tekshirib, Amerikaning davlat manfaati bilan amaliy kuchini tekshirib bo'lib, undan keyin siyosat belgilaydi.